Bismillahirrahmanirrahim. Durusul lug'at. Yani Arab tili darsligi 2-qism 11-dars. Endi 11-darsdagi muhim grammatikalik qoidalar birinchisi fe'l mudori'ni kishilik almashlarga bog'lab turlash. Bu ayrım so'zlangan bo'lg'achqa bu yerda arasida bo'ltamaymiz. Biz buni ayrım so'zlagan. Masalan, fa'ala yaf'aludiki yaf'aluni 14-turilgan qo'y yaf'alu yaf'alan yaf'aluna taf'alu taf'alan yaf'alna taf'alu taf'alana taf'aluna taf'alina taf'aluna taf'alna af'alun naf'alu. Bundaki har bir shakl shu fe'lning ma'lum kishilik almashlarga bog'lanib ma'no ifodalaydi. Bu ayrım so'zlangan mazmun. İkinci mazmun, asas qo'yilgan birinchi mazmun kelgusi zaman qo'shimchasi sin. Oldingi darslarda ancha-muncha deb o'tgan. Odatda fe'l mudori'lar hozirgi zamanni ifodalaydi. Masalan, zahaba bardi, yadhhabu berawatudu. Sami'a angladi, yasma'u anglavatudu. Fa'ala qildi, yaf'alu qilavatudu. Endi bu qilavatudu deganni qiladi, qilmoqchi deb kelgusi zamonga xoslashtirmoqchi bo'lsak, nima ishlatamiz desa, shu fe'l mudori'ning oldiga sinni qo'shsaqlar, odatdagi hozirgi zamonda ifodalayotgan fe'l mudori kelgusi zamonni ifodalaydi. Masalan, yazhabuning ma'nosi berawatudu degan bo'lsa, oldiga sin qo'shib sayazhabu qilsa, baradu, bormoqchi degan ma'noda. Yasma'u anglavatudu, oldiga sin qo'shib sayasma'u qilsak, anglaydi, anglamoqchi degandek ma'noni ifodalaydi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, boshqa o'zgarish yo'q. Uning shakl jihatda ta'siri yo'q. Faqat ma'nini, hozirgi zamon ma'nini kelgusi zamonga xoslashtirdi xolos. Ikkinchi mazmun biz necha kunlardan beri asoslab fe'l ishlatib keldik. Masalan, o'tgan zamon fe'li, undan keyin mudori fe'l shundami, hozirgi zamon fe'l ishlatib keldik. Endi bugungi darsimizda masdarmi gavdalik ishlatiladi. Biz fe'l turliga vaqtimizda fe'llar asoslab nimadan yasalib chiqadi? Masdardan yasalib chiqadi. Masdarining ishlatgan vaqtimizda tarjima qilgan vaqt tarjimasi nima chiqadi desa, maq, mak yoki qilish, itish degandek. Masalan, zahaba yazhabu zihabun, sami'a yasma'u sam'un shundami? Mavlana ma'nosi barmoq, berish, anglamoq, anglash degan ma'no. Endi buning shakli qanday chiqadi desa, 3 harflikdan ortiq fe'l, ya'ni biz sulasi mujarrad deb oldi bab degandik. Oldi babdan sirt fe'llarning muqim o'lchami bor. Uni o'zini o'tkiga so'zlaymiz. Ammo 3 harflik fe'llarning masalan o'lchami. Ba'zi fa'lun chiqadi, ba'zi fi'alun chiqadi, ba'zi fu'ulun shaklida chiqadi. Shu nim deb kelsa, nim deb yezig'li qolsa, shu gapni tushunsak, buning muqim nimasi yo'q, o'lchami yo'q. Masalan, zahaba yazhabudun zihab chiqadi. Sami'a yasma'udun sam'un chiqadi. Daraba yadribudun darbun chiqadi. Dakhala yadkhuludun dukhul shunga o'xshash tushunsak bo'ldi. Ammo tarjima qilgan vaqtda ma'nosi maq qilish, itish deb tarjima qilsak bo'ladi. Uchinchi mazmun amma. Amma degan oldidagi bir jumla mujmal bayon qilingan jumlani tafsiliy, mujmal so'zlangan jumlani tafsiliy bayon qilish uchun ishlatiladi. Masalan, bunda o'quvchi ya aqlli qiladi, ya do'zrak bo'ladi desak, at-talib zakiyun va g'abiyun deb bo'lgandan keyin o'quvchi ya aqlli yoki do'zrak shundami? Endi har birini tafsiliy bayon qilib, amma aqlli o'quvchilar deb boshlamoqchi bo'lsak, amma at-talibu zakiy degandek bo'ladi. Bu bir. Yana bir misol olsam, masalan, an-nasu sa'idun va shaqiyun. Kishilar baxtli yoki baxtsiz bo'ladi. Va ammallazina su'idu, amma baxtli odamlar fa fil janna, jannatda bo'ladi. Va ammallazina shaqaw fa fil nar. O'zini demak, endi bu yerda avval mujmal so'zlangan narsani amma qana qildi, bayon qildi. Ma'ni desak, bu manda bo'ladi. Bunga kelsak degandeki Uyg'ur tilidagi bu yerda ikki turli masala bor. Ma'vo, mandaq. Ma'noga kelsak mandaq degan shu ma'vo degan gapni arab tilidagi amma ifodalaydi. Ammo diqqat qilgan bir nuqta ammodan keyin ikki jumla keladi.
Mesela ammanın ismisi deymiz, ondan keyingi javob bo'lak deymiz. İki bo'lak keladi. Javob bo'lakning oldiga cho'qqum pa keladi. Qolgan misollarni inshaalloh biz dars yanida tafsil so'zlaymiz. 4-chi nuqtali grammatik shakli biz necha kunlardan beri o'rganib kelayotgan axi, abi deydigan qurilma bor. Axi degan mening qarindishim, abi degancha dadam degan ma'noda mushuni axunli, abunli deb ifodlasakmi bo'ladi. Ikki xil ifodlash shakli bor. O'xshashlar meningki qarindishim, mening dadam degandek ma'nolarda keladi. Diyalog kirishdan avval al-kalimatul jadida ne avval bir tarjima o'qib tarix qiling. Darasa yadrusu, sakana yaskunu, shakara yashkuru, nazala yanzilu, bahasa yabhasu, sa'ida yas'adu, arafa ya'rifu, mata yamutu, nasitu, qaribun aqriba'u, unwanun anawinu, bitaqatun bitaqatun, mahattatun mahattatun, thawbun thiyabun, risalatun rasailu, hallaqun hallaquna, mustawsafun saydaliyatun, aruzun qadimun, khaylun khuyulun. Darasa yadrusu o'gandi, o'rganyotdi, o'qidi, o'qiyotdi degan ma'noda. Ammo o'gandi, o'rganyotdi degani ma'lum bir kasbni o'rganish, masalan bir dars o'rganish, kasb o'rganish. Undan o'qidi, o'qiyotdi desak, kitob o'qish emas, ma'lum bir kasbda, ma'lum bir maktabda o'qishni darasa yadrusu deydi. Ammo kitob o'qishni deydi qaraa, yaqra'u. Sakana yaskunu turdi, turiyotdi, yoki urullashdi, urulishiyotdi, yoki o'ltiroqlashdi, o'ltiroqlashiyotdi. Shakara yashkuru rahmat aytdi, rahmat aytibdi yoki ibodat ishlarida gap qolsa shukr qildi, shukr qilyotdi. Nazala yanzilu tushdi, tushyotdi. Bahasa yabhasu keyinida an bilan birlikasa izdidi, izdayotdi degan ma'noda. Agar ansiz gap qolsa tadqiq qildi, tadqiq qilyotdi yoki izdandi, izdanayotdi degan ma'noda. Sa'ida yas'adu o'rlidi, o'rlayotdi yoki chiqdi, chiqyotdi. Chiqdi olsa o'yini sirtga chiqdi emas, pastdan igiz urullaqanagan chiqqan. Masalan, tog' ustiga chiqqan, o'g'ziga chiqqan degandek chiqqan, ha. Arafa ya'rifu tunidi, tunayotdi, bildi, bilyotdi. Mata yamutu o'ldi, o'lyotdi. Nasitu unutib qoldim. Qaribun yaqin. Aqriba yaqinlar ko'pligi. Unwanun mavzu tema, anavinu ko'pligi. Bitaqatun karta. Ani karta, o'sha karta shaklidagi har qanday narsaga ma'lum. Masalan, bankning kartasi, telefon kartasi, anikan odamning ism kartasi tuzog'i, shularning hammasiga bitaqa ishlasa bo'ladi. Bitaqat uning ko'pligi. Mahaddatun bekat, mahaddat ko'pligi. Thawbun kiyim, thiyab ko'pligi. Risalatun xat, rasailu ko'pligi. Hallaqun satrach, hallaquna ko'pligi. Mustawsaf ambulatoriya, saydaliya dorixona, aruzun polo, qadimun kelgan, kelayotgan degan ma'noda. Khaylun at, xuyul atlar. So'zlar shuni qo'ygan bo'lsak, men tekstni o'qib qo'ray. الدرس 11 في الحافلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الله. وما اسمك؟ اسمي فيصل. أطالب أنت يا عبد الله؟ نعم. أين تدرس يا أخي؟ أدرس بجامعة الرياض. في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. في أي سنة تدرس؟ أدرس في السنة الثانية. أتعرف المهندس سلمان؟ طبعا. وأستاذي
هو أحسن مدرس في الكلية. ومن هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك؟ نعم، هؤلاء إخوتي، لي 4 إخوة و3 أخوات. أين يدرس هؤلاء؟ أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. عيسى هو أكبر مني، يدرس في كلية الطب، وإبراهيم يدرس في كلية التجارة، وإسحاق يدرس في كلية الآداب، وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. وهؤلاء ال3 أصغر مني. وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى، وسلمى تدرس في السنة الثانية، وليلى تدرس في السنة الثالثة. في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسن في مدرسة خالد بن وليد للبنات بمكة. أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهاجي الجامعة، أما أنا فأسكن مع قريب لي. أمتزوج أنت يا عبد الله؟ لا، لست بمتزوج. ما عنوانك؟ هذه بطاقتي فيها عنواني. أشكرك يا أخي، أنا مسرور بلقائك. أنا سأنزل في المحطة القادمة. في أمان الله وإلى اللقاء. السائق لفيصل: هذا الباب للدخول يا سيدي، النزول من هناك. Hazır tekstlerçideki, diyalogçideki biz ilgili okup ötken andaki madeniyatçideki bir kısım gövdeli gramatikilarını bir sözlüge ettirdik bütey. Fil hafila, Abdubusta. Esselamu aleyküm, ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesmuka ya ahi, kardeşim, isminiz ne mi? İsmi Abdullah ve mesmuk? İsmim Abdullah, sizin isminiz şu. İsmi Faysal, benim ismim Faysal. Talibun ente ya Abdullah. Abdullah, siz okuğucu mu? Naam. Ayna tedrusu ya ahi? Kardeşim, nerede okuyusunuz? Dikkatle gayeş, bugünkü derste film mudara'nınki türlü şekildir ha. İkinci şahıs, üçüncü şahıs, birinci şahıs, erlik, ayollik, birlik, ikilik, köplik şekilde dikkat kılınlar. Adrusu bi Camiat Riyad. Riyad Üniversitesi'nde okuyman. Fi ayyi kulliyetin tedrus? Qaysi fakültede okuysiz? Adrusu fi kulliyetil hendese. Quruluş fakültesinde okuyman. Hendeseni injenerlik fakültesinde, quruluş fakültesi degan gap ha. Fi ayyi senetin tedrus? Qaysi yillikda o'qiysiz? Adrusu fi sanati saniya. 2-chi yillikda o'qiyman. Atarif al-muhandis Salman? İnjener Salman'ı tanımsız? Taban, elbette. Ve ustazi, o benim ustazım. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliye. O fakültedeki en yaxshi o'qituvchi yoki fakültedeki o'qituvchilarning en yaxshisi. O'tgan bir darsda sizlar o'tgan ismi tafsirlarniki muzafarat ishlatilinishi, nangichidagi eng yaxshisi degan shaklda tarjima qilamiz. Yuqoridagi fillarning hammasida adrusu, tadrusu shundaymi, ashbularning qurilish ahvolida qatnashsak bo'ldi. Man haula'il fityatu allazina ma'ak ka'annahum ikhwatuk. Siz bilan birga turgan ma'o yigitlar kim o? Xuddi ular sizning qarindoshlaringizdek. Mana o'rindagi allazina ma'ak oldingi darsda deb o'tgan ha, ya'ni ism mavsul nisbiy almashlar bunda tarjima qilasiz g'an qon digi tiki. Ya'ni siz bilan birga turgan ma'o yashigit. Ka'annahum ikhwatu, ka'anna biz oldingi bir dars so'zlab o'tgan hurf mushabbaha filning birisi. İsmisini zavar xabarini pash qildi va o'zining tarjimasi xuddi dekdek deb tarjima qilamiz. Naam, haula ikhwati. Shundoq, bular mening qarindoshlarim. Li 4 ikhwatin va 3 akhawatin. Mening 4 o'g'il bir tuqunim, 3 qiz bir tuqunim bor. Ayna yadrusu haula? Mavla nada qo'ydi. Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'a. Mavlundagi amma da bizga tafsiliy bayon qilish uchun kelgan harfi tafsil. Amma o'g'il qarindoshlarim bo'lsa,
Fakulluhum qarang. Fakulluhum javob jumla olg'achqa fakulluhumning oldiga nima kiryapti? Fa. Ammo o'g'il qarindoshlarim bo'lsa, ularning hammasi universitetda o'qiydi. Eysa, u mendan cho'ngroq. O'tgan biz bir darsda ismi tafsil minglashtirilsa dinroq deb tarjima qilindi. Shuni so'zlagan, ha? U mendan cho'ngroq. Ammo Eysa meditsina fakultetida o'qiydi. Yoki tibbiy fakultet, xuddi tibbiy universitetimiz-ku biz. Tibbiy fakultet yoki meditsina fakultet. İbrahim savdo fakultetida o'qiydi. Fi kulliyat tijara. Va Ishaq yadrusu fi kulliyat al-adab. Ishaq bo'lsa axloq fakultetida o'qiydi. Endi adab. Ammo tarafida asosli qonun fakultetida biroq fakultetlar bor, ammo adab axloq fakultetida bakjiq yo'q, ha. Va Ismoil yadrusu fi kulliyat al-ulum. Ismoil fizika fakultetida o'qiydi. Nimalariki ulum asli bilimlar degan gap, ammo ko'pincha fizika qatorliq texnikalik ishlar ishlatiladi. Va haulai thalatha asgharu minni. Ma uchi mendan kichikroq, ya'ni asghar minlar ishlatilinda. Amma al-akhwat fayadrusna fil madrasati al-mutawassita. Amma qiz qarindoshlarim bo'lsa, ular to'liqsiz o'tir maktabda o'qiydi. O'xshashlar bayon qilishni amma keldi. Buning javobi bo'lgan yadrusna degan jumlaning boshida nima kelyapti? Pa. Zeynep tadrusu fi sanatil ula. Zeynep birinchi yillikda o'qiydi. Salma tadrusu fi sanatis saniya. Salma ikkinchi yillikda o'qiydi. Va Layla tadrusu fi sanatis salisa. Layla bo'lsa 3-yillikda o'qiydi. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuk? Sizning qiz qarindoshlaringiz qaysi maktabda o'qiydi? Yadrusna. Pillarning turini diqqat qiling. Yadrusna. Uchinchi shaxs ayollar ko'plik. Yadrusna fi madrasa Khalid ibn Walid lil banati bi Makkah. Makkadagi Khalid ibn Walidning qizlar maktabida o'qiydi. Ayna taskununa antum? Sizlar natursizlar? Taskunun. Ikkinchi shaxs ko'plik, erlik. Ikhwati yaskununa fi mahaji al-jami'a. Qarindoshlarim universitet yataqlarida turadi. Mahaji yataq binasi, yataq turgan ma'noda. Yaskunun. Uchinchi shaxs erlik ko'plik. Amma ana tafsili bayon qilish uchun. Amma men bo'lsam fa askunu ma'a qaribilli. Mening bir yaqinim bilan turaman. Mutazawwijun anta ya Abdullah. Abdullah, siz to'y qilib bo'lganmi? La, lasta bi mutazawwij. Yo'q, men to'y qilmagan. Ma'unvanu. Adresingiz nima? Hazihi bitaqati. Bu mening kartochkam. Fiha unvani. Uningda mening adresim bor. Ashkuruk ya akhi. Rahmat qarindishim. Ana masrurun bi liqa'ik. Siz bilan ko'rishganimdan xushalman. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadima. Men kelagi bekatda tushiman. Sa'anzil. Anziluni oldiga sen kirish orqali tushunman. Kelgi zaman ifodalayotdi, ha? Fi amanillah ila liqa. Aman bo'ling. Ko'rishkicha aman bo'ling degan ma'noda. Fi amanillah ila liqa biz o'ylaymiz-ki, xo'sh, biz Allohga amonat. Fi amanillah Allohga amonat ila liqa ko'rishkicha aman bo'ling degan ma'noda. Endi shofir Faysalga da'vatdi. Hadal bab lidukhul ya sayyidi. Efendim, bu tushadigan eshik yoki bu eshik tushadigan. Asl jumlaning qurilmasi bu eshik tushish uchun eshik degan gap. Bu eshik tushish uchun degan gap, ha? Ammo efendim bu eshik tushadigan eshik yoki bu tushadigan eshik. An-nuzul min hunak. Chiqadigan eshik. An-nuzul min hunak. Tushadigan eshik av yerda yoki tushish av tarafdan deb tushunsak bo'ladi. Tushadigan eshik av taraf degan ma'noda, ha? Dialogdagi mazmunlarni tushungan bo'lsak, ko'nikmalarni hammamizning har birini birdan ishlab o'tkazib qo'yay. At-tamrinul awwal, birinchi ko'nikma. Tuandikilarga javob bering. Ikkinchi ko'nikma sahih mayali. Ammo birinchi, ikkinchi ko'nikma dialogning mazmuniga qarashli qo'g'achqa biz buni o'rganib bo'lgandan keyingi kelak soatlik darsda ishlasak bo'ladi va dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin. Üçüncü ko'nikma. Tuandagi savollarga javob bering. Bu savollar
laysat mabniyatan ala dars al-hadi 10. 11 darsga qarashli emas. Ya'ni 11 darsga asosan qo'yilgan savollar emas. Xalqan javob bersa bo'ldi. Masalan, ayn tadrus desa, siz nada o'qisangiz, shada shularni javob bersa, masalan, ana adrusu fil madrasa li ta'lim al-lughat al-arabiyya. Men arab tilini o'tish maktabida o'qiyman degandek xalqancha. 4-chi mashq ta'ammal al-amsila, misollarni o'ylab baqing. ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من فعل ذهب بعد اسناده الى الضمير. Ondan keyin tuvandagi bo'sh o'ringa zahaba degan fe'lning mudori shaklini uni domirga kishlik almashqa bog'lab qo'ygandan keyin degani munosib shaklda turlab qo'ygandan keyin zahabaning mudori shaklini qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, bizga berilgan misol Abdullah yadrusu bil jami'at ar-Riyad va ikhwatuhu aydan yadrusuna bi jami'at ar-Riyad. Abdullah Riyaz universitetida o'qiydi. Uning qarindoshlari ham Riyaz universitetida o'qiydi. Uning singillari Turqsotir maktabida o'qiydi. Zaynab 1-yilda o'qiydi. Buni qarab baqsak, erlik 3-shaxs erlik birlikni yadrusu deydi ekanmiz. 3-shaxs erlik ko'plikni yadrusuna. 3-shaxs ayollik ko'plikni yadrusuna. 3-shaxs ayollik birlikni tadrusu. Bu to'g'riliq biz xil ma'lumot qilgan. Biz filni turlab xil ko'nib ketgan, ha? Andoğandaki şu bunu qilib baqaylar. Birincisini abi chiket ila suq kulla sabah. Mushadagi ba so'zini tarjima qilsak, dadam har kun aytgan bazaga qana qiladi boradi. Andoğanda zahaba degan fe'lning qaysi shakli? 3-shaxs erlik birlik shakli. Ya'ni yazhabuni qo'yamiz, ha. Ana shu bo'yicha qog'ozlarini ishlasak bo'ladi. 5-chi mashq akmil al-jumal al-atiya bi wad'i fi'l mudari munasib. Tundagi jumlalarni munasib maskaladigan fe'l mudori qo'yish orqali to'liqlang. Masalan, at-tullab kuratul qadam kullamasa o'quvchilar har kuni kasb futbolni o'ynaydi. Andog'anda at-tullab ko'plik yo'qashqa buni uchun fe'lni oldida qo'ymay keyinda qo'ysak, ko'plik shaklli fe'l kirish to'g'ri keladi. Andog'anda nima qo'yamiz? Yal'abuna. 6-chi mashq hawil mubtada'a fi kullin min al-jumal al-ati ila jam'a. Tuvandagi jumladagi har bir jumla tuvandagi jumlalarning ichidagi har birisidagi mubtadoni ko'plik o'zgartirib deyotdi. Endi mubtadoni ko'plik o'zgartirish bilan xabar pilib qolsa, nimaga o'zgaradi billah? Ko'plik o'zgaradi. Bu to'g'riliq so'zlab bo'lgan. Masalan, at-talib yadkhulul fasla deganni ko'plikka aylantirsak, talib at-tullab o'zgaradi. Undan keyin keyinidagi yadkhulu degan fe'l ko'plik shaklga o'zgarib nima bo'ladi? Yadkhuluna bo'ladi. Qog'ozlarini shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi, ha? 7-chi mashq annisil fa'ila fi kulli min al-jumal al-atiya. Tuvandagi jumlalardan har biridagi fa'ilni ayollik shaklga o'zgartiring. Masalan, birinchi bizga bergan misol ayna yadrusu akhuka ya Ali. Ali qarindoshingiz nada o'qiydi. Uni ayollik shaklga o'zgartirsak, ayna tadrusu ukhtuka ya Ali. Akhukni ukhtukka o'zgartirgandan keyin buni mas holda fe'lmo ayollik o'zgaradi. Birildigan misol yashrabu abi al-qahva. Dadam qahva ichayotdi deganni ayollik o'zgartirsak, opam qahva ichadi degan ma'noda. Unda olganda abi ummi o'zgaradi. Undan keyin mas holda yashrabu degan fe'lmo ayollik 3-shaxs birlik tashrabuga o'zgaradi. Qog'ozlarini shu bo'yicha o'zgartirib baqsak bo'ladi, ha? Endi 8-chi mashqda bizga munu ahvolni mulohaza qilishga buyuribdi. Ya'ni 3-shaxs ayollik birlik bilan 2-shaxs erlik birlikning shakli o'xshab qoladi. Masalan, filtrlab kelgan vaqtimiz zamanda yazhabu, yazhaban, yazhabuna, tazhabu. Mayadagi tazhabu ayollik 3-shaxs birlik tarjimasi u deb ayolga qartiladi. Tazhabu, tazhaban, tazhabna, yazhabna. Am 2-shaxs keldik. Tazhabu, tazhabana, tazhabuna, tazhabina, tazhabana, tazhabnadagi 2-shaxs erlik birlikdagi tazhabumi shu shaklda. Ash tazhabu ayollik 3-shaxs birligi ma'noda, ma tazhabu 2-shaxs erlik birligi ma'noda. Shuni tushuntirishim deyotdi. Anta tazhabu degan siz ketyapsiz, siz borasiz degan ma'noda. Hiya tazhabu degani u boradi, u ketyapti degan ma'noda. Ikkisining shakl jihatdan nima o'xshash, ha? 9-chi mashq hawilil fi'la fi kulli min al-jumal al-atiya ila mudari. Tuvandagi jumlaning har biridagi fe'lni mudoriga o'zgartiring. Masalan, ana zahabtu ila suq ma'nosi men bozorga bordim degan ma'noda. Buni mudori qilsak, ana azhabu ila suq men bozorga ketyapman degan ma'noda bo'ladi. Mush bo'yicha ghasala al-walad wajhahu bis-sabun. Bala o'zining yuzini suv bilan yuvdi degan jumlani o'zgartirib baqsak, nima bo'ladi? Yaghsilul waladu wajhahu bis-sabun. Ghasalani yaghsilu.
Mas holda üçüncü shaxs so'zi üçüncü shaxs shakliga, ikkinchi shaxs so'zi ikkinchi shaxs shakliga o'zgartirsak bo'ladi. 10-mashq. تأمل المثالين ثم حول الأفعال في الجمل الآتية إلى أفعال منفية. Endi bugungi darsdagi bir so'zga tegishli qoida o'tgan zaman fe'llarni inkor, bulusiz jumlalarni demoqchi bo'lsak, oldiga ma akalatdik. Masalan, zahaba bardi, ma zahaba barmidi. Kataba yazdi, ma kataba yazmidi. Endi fe'l mudori'larni bulusiz aylantirmoqchi bo'lsak, oldiga la kelimiz. Masalan, yazhabu ketyapti, la yazhabu ketmedi, shuni ketmaydi. Yaktubu yazudu, la yaktubu yazmaydi degan shaklga o'xshash. Shunga davodidu ikki misolni o'qib mulohaza qiling. Undan keyin tuvandagi jumlalardagi fe'llarni bulusiz fe'lga o'zgartirib davodidu. Masalan, kataba Ahmad ad-dars. Ahmad darsni yozdi. Kataba o'tgan zaman fe'l. Buni bulusiz o'zgartirsak, oldiga ma'lum qo'ysak bo'ladi. Ma kataba Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozmadi. İkinci misalda yaktubu Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozyapti. Ya'ni yaktubuni bulusiz o'zgartirsak, oldiga lan qo'ysak, kifoya. Ahmad la yaktubu ad-darsa deganga o'xshash. Qolganlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi, ha. 11-si. Tuvandagi savollarga harf istiqbol, yani biz bayatdan so'zlagan sinni ishlatib javob bering. Masalan, sayarji'ul mudiru gadan. Mudir ata qaytadi. Sa'azhabu ila Makka ba'da usbu inshaalloh. Inshaalloh bir haftadan keyin Makkaga boraman. Azhabu ila al-mal'ab kulla masa. Men har kuni kech maydonga boraman. Bugun kech kutubxonaga boraman. Amyada sen kelgusni ifoda. Mushun asosan qani javob baqayli. Mata yarji'u abuka min Baghdad yani Ali dadingiz Bag'doddan qachon qaytdi? Sayarji'u ba'da usbu. Kelgusni ifodalash uchun ham aldig'ini keladi, sen keladi. Xolos. Endi 12-chi misol, ikki misolni o'qing, undan keyin tuvandagi fe'llarning masdarlarini shu o'lcham bo'yicha yozing. Masalan, dakhala yadkhuluning masdari dukhul, kharaja yakhrujuning khuruj chiqqanidek, rakaba yarkabuning rukub, sajada yasjuduning sujud chiqadi, jalasa yajlining julus, raka yarkabu ruku', nazala yanzilu nuzul, sa'ada yas'adu su'ud degandek har bir masdarini chiqarishni ko'rib saqlan bo'ldi, ha. Ammo üç harflik fe'llarning masdari bak muqim emas, o'lchimi yo'q, ha. Tuvandagi jumlani o'qib, unga kelgan masdarlarni muayyanlashtiring. Ayyin tepib chiqing, muayyanlashtiring deyotdi 13-mashqda. Masalan, asosli qonunidagi masdarini ham topsaq bo'ladi. Masalan, li hazihil hafila baban. Bu mashinaning ishki bor. Haza lid-dukhul va zaka lil-khuruj. Mawu chiqadig'ini, kirdig'ini, awu chiqadig'ini. Mashadagi lid-dukhul lil-khuruj deganlar masdar hisoblanadi. Bunga o'xshash qolgan misollardagini izlab topsaq bo'ladi, ha. 14-mashq. Tuvandagi misolni o'ylab baqing, savollardan amma ishlatib javob bering. Endi ammani biz darsning beshidlam degan tafsiliy bayon qilish harfi bo'lib, jazosi jumlaga nima kiradi? Fakir deb, ha. Masalan, bergan misol ayna taskunun, na tursizlar? Ikhvati yaskununa fil mahaj. Qarindoshlarim universitet mahajiyat jamia universitet yataq binosida turdi. Amma ana fa askunu. Amma men turman. Ayadaki amma kelgan jumlaning javob jumlasi bo'lgan fa askunuga nima kirdi? Fa kirdi. Mush buni tushunsak bo'ladi. Ikkinchi misol nima? Qarab baqala. Ata'riful ingliziyya val fransiyya jayidan ya Hamid? Hamid, ingliz tili bilan fransuz tilini yaxshi bilamsiz? Amma ingliziyya fa'rifuha jayyid. Amma ingliz tili bo'lsa, buni yaxshi bilaman. وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيت الآن. أما فرنسوز تili bo'lsa bir necha yil ilgari o'qigandim, biroq hozir unutib ketmaydi. O'xshashlar. أما الفرنسية فدرستها nima kirdi? Fa. Javob jumlasiga fa kirdi. Jim. 3-misol qarab baqaylik. Bikam hazal kitab va hazihi al-majalla. Bu kitob qancha pul, bu jurnal qancha pul? Amma al-kitab fa huwa bi 10 riyal. Amma kitob 10 riyal. O'xshashlar tafsiliy bayon qilyapti. Buning javob jumlasi qaysi? Fa huwa bi 10 riyal. Ma'no nima kirdi? Fa kirdi. Va amma al-majalla fa hiya 3 riyal. Amma
jurnal bo'lsa bu 3 riyol. Ya'niki bitta fahiyadagi fa, mana javob jumlasi kirgan, nima hisoblanadi? Fa bo'ladi. Amishada ayna mustashfa va ayna maktabul barid? Doktorxonada, pochtaxonada degan savolga biz javob bersak, ammal mustashfa fa huwa amama zakal masjid. Shundami? Fa kirgizsak bo'ladi. Va keyingimi va amma maktabul barid fa huwa qaribun min as-suq. Fa huwa deb ammaning javob jumlasiga nima kirish kerak? Fa kirish kerak. Mushnoqqa diqqat qilsak bo'ladi. 15-mashqda tuandagi misollarni o'ylab boqing deydi. Masalan, ja akhi min Makka, ja akhun li min Makka. Tamoman akhi bilan akhunli asosiy jihatdan mana jihatda farq etmaydi. Biz dalasan 5 yildan bu to'g'riliq so'zlagan, ha. Zahabtu li ziyarati sadiqi. Men bir do'stimni yo'qlashga bordim. Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Sadiqi bilan sadiqun li tamoman asosiy jihatdan mana jihatga o'xshash.